ikkinchi marta video ketyapti, chunki birinchisida men mikrofonni yoqmagan ekanman. Yana bitta mebelimiz tayyor bo'ldi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi MDF materiallarimiz, mexanizmlarimiz GTV mexanizmda, turetskiy GTV mexanizmda, mana davutchi bosasiz, itarasiz, yopadi. Hammasi shunaqa. Endi bolalar narsalari turishga tortmalar qilib berdik. Mana buni ham o'zimizga qildik. Tepalarimiz ham katta-katta shkaflar. Ichlariga polka-molkalar bermadik, ko'proq narsa ketishi uchun. Lekin o'zi yopaveradi. Bimamitimizda mana katta eshik. Ichlari ham katta-katta joylashgan. Chuqurligi 60 sm, mana bunaqasiga buniki 1.20, balandligi 2.70 shunaqa edi. GTV mexanizmda beshilka, ikkita polka, bu yerda ikkita beshilka. Buni tepasi ham ichi katta. Mana. Xo'p, endi yana bitta kuxnamizni ko'ramiz. Kuxnamiz ham chiroyli, o'ziga xos, o'ziga yarashgan, akkuratni, ixcham, standartni qilib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu ham hammasi MDF dan qilingan. Kir mashinamizning orqasida joy qolib ketgani uchun, joy yo'qligi uchun kir mashina bu yoqqa chiqib turibdi. Orqasida turbalar bor ekan. Mo'ykamizdan tegida mana. Oddiy abishni joy. Mana bitta. Xo'p, buni materiali ham karkazlari, ichlari hammasi MDF, usti akril. Kuxnamizda ham baland-baland polkalarni ko'paytirib, chiroyli qilib berdik. Bu yerda sushkamiz. Sushkani ham o'zimiz qo'yib berdik. Tepalari polka, bemalol foydalansalar bo'ladi. Bu yerda vitishkamiz. Vitishkamizdan ham tepasiga mana foydalanish uchun polka-molka qo'yib berdik. Akrillik ko'rsanglar bo'ladi. Mana bunda salafani shilingan holati, mana bunda salafani bor holati bor. Mana akrilli oldi tarafi, mana basharasi. Mana ichi MDF bo'ladi bu. Mana bunisi akril. Orqasi oddiy abishni oq. Xo'p, bu yerda duxovka bilan mikrovolnovka turishi uchun joy qilib berdik. Pastida shkaf. Ichiga bemalol ko'p narsa ketadi, mana yoqda qolsa. Bu yerda ham yana bitta shkafimiz, buni ham yonini akril qilib berdik. Nimagaki ko'ringani uchun. Ichi polka. Buni ham mexanizmlari GTV, yopilishiga o'zingizlar baho bersanglar bo'ladi. Ruchkalarni ham o'zimizga neobishni chiroyliroq chiqsin deb, kak mo'ykaga moslab oldik, qop-qora qilib. Hozircha faqat shular. Oka, yoqdimi o'zingizga? Yoqdi, rahmat. O'zingizdan ko'rmasidan rozi bo'ling. Qanaqa chiqdi? Necha kunda bitta, oka? 2 kundan. 2 kundan beri bitta lekin. Rozi bo'ling. Rahmat, rozi. Xizmatimizga rozi bo'ling. Yana shunaqa bo'lib qolsa, bir og'iz telefon qilasiz. Rozi bo'ling, charchamang. Rahmat. Shunaqa gap